bo'lgan kollektiv qutlab kelayotgan faoliyatlarning biri Uyg'ur an'anaviy madaniyatidagi muhim mazmunlardan bo'lgan Navro'z bayrami bo'lib hisoblanadi. 2019-yillik Navro'z bayrami shu qatorda Amerikadagi Uyg'ur jamoatiga xizmat va turmush aldirashligida bir qatim jam bo'lib, bu xosiyatli bayramni birlikda qutlashni nasib qildi. Amerikadagi Uyg'ur jamoatining fuqaroviy tashkiloti bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasining bevosita uyushtirishi bilan bu qatimqi Navro'z faoliyati 23-mart kuni kechda Fairfax shahridagi Sherwood jamoat markazida o'tkazildi. Faoliyatning kech soat 6 da boshlanganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, soat 5 da markazning zali Uyg'urlarning do'stona salomlari, bolalarning sho'xliq va xushalliq aralashib ketgan chuqollari, xonim-qizlarning rangarang Uyg'urcha kiyimlari bilan quyuq bayramlik tusga ega bo'lishga boshladi. Uyg'ur jamoatining muisbitlari va bir qism jamoat arboblari bo'lsa, bugungi faoliyatning suyultini texmo oshirgan edi. Ko'pchilik taqazzo bo'lgan Navro'zlik faoliyat boshlanganda odatda necha yuz kishi bemalol sig'adigan bu zalga kelgan Uyg'ur jamoatining ko'pligidan bir qism kishilarga o'rin yetishmay qoldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligidan, shundaqla Oqsaroydan kelgan bir qism Amerika hukumat xodimlari mehmonlar qatoridan o'rin olib, Uyg'ur jamoatining bir qismi bo'lib ketgan edi. Uyg'urlarning kollektiv faoliyatlarida kam bo'lmaydigan mezilik Uyg'ur taomlari va bu qatimqi faoliyat uchun alohida rastlangan Navro'z ishi bo'lsa, Uyg'urlik yedlari bilan hamma kishining maqtishiga sazovor bo'lmoqda edi. Bu qatimqi faoliyatning riyosatchilaridan Alpida Iltabir va Iroda Qashqariy sahnaga chiqib, bugungi faoliyatning rasmiy boshlanganligini e'lon qilganda butun zaldagilar qizg'in olqish yig'ratdi. Assalomu qimmatli mehmonlar. Washingtondagi Amerika Uyg'ur birlashmasi o'rinlashtirgan Birlik Simoli Navro'z faoliyatiga xush keldinglar. Faoliyat doimgidek oldi bilan Amerikadagi Uyg'urlarga quchoq ochgan va ularga yangi hayotlik makoni baxsh etgan Amerikaning davlat she'rini o'qish bilan boshlandi. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Fairfax shahridagi g'amguzar ona til maktabining 10 yoshlik o'quvchisi O'g'izxonning o'rinlashida Amerikaning davlat she'ri aytilganda butun zaldagilar o'rinlaridan turib hurmat bildirdi. Arqadan Uyg'ur o'smirlaridan Hamza Barat Sharqiy Turkiston istiqlol marshini deklamatsiya qilib, muhojiratga Uyg'urlarning sunmas irodasini va ona yurtiga bo'lgan sevgisini ifodalaganda zaldagi mehmonlar bu shokichikka yana bir qatam olqish yog'dirdi. Oxir qutuldirdik seni, qalbimizda qutqudish xabar edi iymonimiz. Shuningdan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan so'zlab, muhojiratdagi Uyg'urlarning Navro'z bayramini qizg'in tabriklaydiganligini bildirdi. Shuningdek, Uyg'urlar diyoridagi hamma joyni qoplagan lagerlar masalasining Uyg'urlarni siyosiy, madaniyat, iqtisod, milliy va diniy kimlik jihatda eng chuqur halokatga qislayotganligini, navbatda butkul Uyg'urlarning o'lim yo'liga to'g'ri kelayotganligini jonliq misollar bilan bayon qilib, muhojiratdagi Uyg'urlarni bu jihatda qo'ldan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatishga chaqirdi. Arqadan muhojiratga Uyg'ur davosida yillardan beri zo'r tirishchiliklarni ko'rsatib kelgan Rabiya Qodir xonim so'zga taklif qilindi. Assalomu alaykum bütün jamoat. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Biz bugungi bu Navro'z bayramini shundoq echinishlik, qabahatlik, jig'izarda ko'zlarimiz yosh, andish ichida qarshi oldik. Rabiya Qodir xonim bugungidek butkul Uyg'urlar motambar bo'layotgan hozirgi paytda mushu xildagi faoliyatlar orqali Uyg'urlarning irodasini namoyon qilish lozimligini, shundaqla Uyg'urlarni o'rtaq dushmanga qarshi uyul tashlab ittifoqlashtirishda bu xil faoliyatlarning kam bo'lsa bo'lmaydiganligini alohida ta'kidladi. Arqadan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilaridan Umar Qanot, Roshan Abbas, Zubayra Shamshidin, Surayya Qashqari qatorliqlar. Shuningdek, Amerikadagi Uyg'ur yoshlaridan Lager Shohidi Mehrigul Tursun, Uyg'ur korxonachilar to'rining qurg'uvchisi Quzzat Altay qatorliqlar orqama-orqadan so'zga chiqib, navbatdagi Uyg'urlar umumyuzlik milliy krizisga duch kelayotganda o'rinlashga tegishli muhim ishlar haqida so'z qildi. Aralıqda biz Rabiya Qodir xonimni ayrim ziyorat qilib, uning bilan bu qadimgi Navro'z faoliyatida his qilganlar to'g'riliq paranglashdik.
Bu bugungi faoliyatga ishtirok qilgan odam sonining o'tgan yillardan buyon o'tkazilib kelgan har qanday faoliyatdan ko'p ekanligini alohida ta'kidlagan Rabiya Qodir xonim bu holning yana bir yoqdan muhojiratga Uyg'urlarning ilgirkidan zo'r darajada uyg'onganligining ifodasi deb qaraydiganligini bildirdi. Bugungi Navro'z xalqimizning içinişli holatda turayotgan bo'lgan Navro'z. Bu yolg'iz Navro'z, yolg'iz bahor bayramini tabriklash emas, bu bir inqilob, bu bir sada, bu bir ovozning birikmasi. Bu başbütün hammasi yig'ilib bir-biriga kichkina bo'lsin emin topadigan muhabbatni berish va xalqqa umid berishdan iborat. Bu qatimki faoliyatga alohida mazmun qo'shgan yana bir omil Ramguzar ona til maktabidagi Uyg'ur go'daklarining o'rinlashidagi Uyg'ur usuli bo'ldi. Muhojiratdagi yot zaminda tug'ilib o'sgan Uyg'ur sabiylarining tatliq harakatlari bilan o'rinlagan Uyg'urcha usul mehmonlarning ko'ngil qorini yana bir qatim chekib, Uyg'ur madaniyatining go'zalligidan yorqin bir saytni namoyon qilmoqda. Faoliyat ishtirokchilaridan bir qism Uyg'ur yoshlari va o'rta yoshlik azamatlarning o'rinlashidagi bizning naqshimiz nomli naqshi yangraganda mehmonlarning kayfiyati yana bir qatam yuqori pallaga chiqdi. Uyg'ur muzikasi, Uyg'ur tili va Uyg'ur ruhi mujassam bo'lgan bu naqsha orqali muhojiratga Uyg'urlarning qaytmas irodasi yana bir qatam namoyon qilindi. Amerikadagi Uyg'urlarning eng dastlabki bir necha oiladan hozirgidek necha yuzlagan kishi bir yerga jam bo'lib faoliyat qilgudak holga kelishida belgilik rol o'ynagan Amerika Uyg'ur birlashmasining besib o'tgan musobaqasimi bugungi Navro'z faoliyatida alohida eslandi. Shu qatorda Amerika Uyg'ur birlashmasida hozirgacha raislik vazifasini o'tagan sobiq raislar sahnaga taklif qilinib, ularga gul sovg'a qilinganda ko'pchilik qizg'in olqish changratdi. Sobiq raislarning bir-birlab ayulduzlik ko'k bayroqni kishanasiga taqqizib turib muhabbat bilan suyishi Navro'z ahlining yurak torini yana bir qatam Thank you to you all once more. We really appreciate the time and the effort that you guys have given to our community. Faoliyat oxirida biz Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasanni ayrim ziyorat qildik. Biz undan muhojiratdagi Uyg'urlar uchun Navro'z bayramining nima uchun muhim ekanligini so'raganimizda, u vatandagi Uyg'urlarning milliy madaniyati yo'qotish obyektiga aylanib qolayotganda, bunday faoliyatlarni o'tkazishning o'zi zo'r ahamiyatga ega deb qaraydiganligini bildirdi. Maqsadi bizning madaniyatimizni yo'qotish, biz Uyg'urning kimligini yo'qotish. Bu Navro'z bizningki madaniyat, bizning kimligimizning bir qismi. Mana deganda bizning madaniyat tarixdan qolgan an'analarimizning bir qismi. Shuning uchun biz Xitoyning shunday zulmida qalbimiz, yuragimiz yig'ilsimi, ammo yuzimizda kulib turib, naqshimizni aytib, masalan, biz bugun aytganda tarixiy naqshimiz, bizning naqshimiz. Bu naqsha mangu yangraydi. Chunki Uyg'ur bo'ladi ekan, bizning naqshimiz yangraydi, bizning qalbimiz yangraydi. Biz shu madaniyatimizni saqlab qolish, davomlashtirish orqali shu bizga qolgan madaniyat tarixlarimizni kelgusi avlodlarga mushu faoliyatlar orqali shularni xotirlash, shularni tabriklash, shu orqali yetkazamiz. Yana bir ma'noda aytqanda Navro'z bahor. Bu qaytadan tirilish, koinotniki jon kirish, yengilanish. Biz Uyg'ur millati garchi bugungi kunda zulmda bo'lsak-mu, cho'qib xuddi qahirton qishning keynida qilin qarlar yig'ib qo'ygan shu qahirton qishning keynida xuddi bahor kelganga o'xshash biz Uyg'urlarning qarang'u kunlarning keynida ulug' erkin barobar bir kunlarning bog'iga ishongimiz komil bo'lishi kerak. Bu tarix qayta isbotlagan. Biz buningdimi qarang'u, buningdimi vahshiy tarixlarni beshimizdan o'tkazgan. Biz ajdodimiz O'g'izxon şu düşmanning qapsini qag'a vaqtida oldida yo'l yo'q, hech bir chiqish qolmagan vaqtida
ko'k bo'rining kaynini agishib biz shu yangi manzilga yetilgan. Hozir bizmi shu yomon kunlarda qilyapmiz, ammo bizga yangi manzil keladi. Mushu Noro'z epkagisi, yengilib epkagisi qayta tirilgan koinot ümid bilan epkagisi. Uyg'urning g'ururi bo'ladi ekan, umidi bo'ladi ekan, g'oyasi bo'ladi ekan, cho'qim bu kunlar qaytib keladi. Bugungi mehmonlar orasida biz Amerikada belgili shuhratga erishgan yozuvchi va korxonachi Margaret Sherxonini uchirdik. I was invited by a member of the community because I volunteer at an organization that teaches immigrants and other people English and business skills so that they can get a good job in the United States. This was a wonderful celebration. I really enjoyed it. All the music, all the speeches, the families, all together, the children. It was just beautiful. And I am so upset about the persecution of the Uyghur people by the Chinese. I am Jewish and I do not want to see this persecution of another peoples as was done to our Jewish people in the Holocaust. So I try to stand up for everyone who is oppressed in my small way, and I'm so glad to come here and celebrate a good holiday with the Uyghur community, and I will spread the word about the persecution and how we have to do everything we can to stop it. Faaliyet jarayonida Uyg'ur yoshlari va o'smirlari o'rinlagan Uyg'urcha naqshlar birdek vatan, millat va kelgusi haqidagi armonlar bilan zich bog'langan edi. Mehmonlar 6 aprel kunidagi zo'r namoyishda uchrashishga va'dalashib, bir-biridan qiyalmaslik ichida xo'shlashdi.